Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Alisher Sherali. Bugungi darsimizda sizlar bilan Python dasturlashtiruvida tosh, qaychi, qog'oz o'yinini yasab ko'ramiz. Xo'p. Avvalambor oldindan aytib qo'yishim kerak. Ushbu darslik meni YouTube platformasi uchun birinchi video darsligim va shu sababdan darslikda kamchiliklar bo'lishi mumkin. yoki ozgina hayajonlanish bo'lishi mumkin. Shuni inobatga olgan holda sizlardan oldindan uzr so'rayman. Va ushbu dastur Python dasturlashtirishni o'rganayotganlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman va sizlardan qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Xo'p. Demak, biz boshlaymiz. Barchamiz tosh, qaychi, qog'oz o'yini bilan tanishmiz deb o'ylayman. Agar tanish bo'lmaganlar bo'lsa, istisno tarzda bir oldindan tushuntirib ketaman. Hop, demak, Google sahifasini ko'rsak, mana bu yerda keltirilgan tosh, qaychi, qog'oz o'yini ko'rinishi. Ya'ni bu shu qo'llar yordamida o'ynaladigan o'yin hisoblanadi. Hop, bu qog'oz, bu qaychi va bu tosh. Hop, agar qog'oz bizda toshni yutadi. Tosh qaychini yutadi. Qaychi qog'ozni yutadi. Shu tarzda kim yutganini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu o'yinni Python dasturlashtiruvida yaratib ko'ramiz. Xo'p, demak biz oldindan reja qilib olishimiz kerak. Bizga kerak bo'ladi. Ya'ni foydalanuvchi o'zi ixtiyoriy bittasini tanlash kerak va kompyuter o'zi ixtiyoriy bittasini tanlash kerak. Va ikkalasini solishtirib natijani bizga chiqarib berish kerak bo'ladi. Xo'p. Demak, buning uchun biz kod yozishni boshlaymiz. Demak, men PyCharm kod muharriridan foydalanaman. Bu ixtiyoriy, aynan istalgan kod muharriridan foydalanishingiz mumkin. Demak, boshlaymiz. Xo'p. Dastlab biz Python dasturlashtiruvning boshlang'ich tushunchalarini bilib olishimiz kerak. Ya'ni shu dasturni yaratish uchun bizga kerak bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirib olishimiz kerak bo'ladi. Bizga birinchi demak Python dasturlashtiruvida chiqarish funksiyasi, ya'ni konsol oynasiga ma'lumotni chiqarish uchun maxsus funksiya bor. Bu print funksiyasi bo'lib, print ko'rinishi yoziladi, ya'ni chop et. Print chop et. Qavs ochiladi. Shu qavs ichida bunga qiymat beriladi. Ya'ni shu berilgan qiymatni bizga print funksiyasi konsol oynasiga chiqarib beradi. Xo'p. Buning ichiga tekst yoziladi. Misol uchun salom Python degan tekstni yozaylik. Xo'p, endi kodimizning natijasini ko'rmoqchi bo'lsak, bizning kod muharririmiz yuqori qismida mana run tugmachasi bor. Shu run tugmachasini bosish orqali bizda konsol oynasida mana biz yozgan print funksiyasining ichidagi matnimiz chiqib kelyapti. Xo'p, salom Python va buni tagida process finished degan yozuv chiqyapti. Process finished degani bu jarayon tugadi degani. Ya'ni bizni faylimizdagi barcha kodlar o'qilib, natijasi ekranda chiqdi va jarayon tugadi. Xo'p, biz buni bildik. Print funksiyasining vazifasi chiqarish vazifasini bildiradi. Xo'p. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu Python dasturlashtiruvida o'zgaruvchilar. Ya'ni biz aynan shu tekstni o'zgaruvchi sifatida olishimiz mumkin. Xo'p, o'zgaruvchi ma'lum bir qiymatni o'ziga o'zlashtirib oladi. Ya'ni matematikada x teng 6, y teng 7. Xuddi shunaqa tarzda x ga 6 o'zlashyapti, y ga 7 o'zlashyapti. Xuddi shu tarzda Python dasturlashtiruvida ham misol uchun ismimizni, ism degan o'zgaruvchi, ism teng Alisher deb yozib qo'yishimiz mumkin. Endi xuddi shuni chiqarmoqchi bo'lsak, biz print ichiga qo'sh tirnoqsiz endi o'zgaruvchini shunday nomini yozamiz. O'zgaruvchini nomini yozganimizda ism tepada, ism bu Alisherga teng. Bizda endi run tugmachasini bosganimizda mana Alisher so'zi chiqib kelaveradi. Xo'p, o'zgaruvchilar shu. Endi bizga keyingi kerak bo'ladigan narsa biz chiqarish funksiyasini ko'rdik. Endi xuddi shuni aksi bo'lgan bizda kiritish funksiyasi ham mavjud. Ya'ni
kiritish, ya'ni biz hozir ism o'zgaruvchisiga aynan Alisher degan so'zni berib qo'yapmiz. Endi shuni ixtiyoriy foydalanuvchi o'zi ismini kiritishi mumkin. Kiritish funksiyasi input yordamida bajariladi. Input yana qavs ochiladi. Inputning ichidan biz so'rashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ismingiz nima? Ismingiz nima deb so'rayapman. Ismingiz nima deb so'raganimdan keyin bu foydalanuvchidan so'raydi, ismini kiritishi kerak va ism kiritgan ism mana ism o'zgaruvchisiga o'zlashtiriladi. Ya'ni bizda ism o'zgaruvchisi foydalanuvchi qanday ism kiritsa shunga tenglashib qoladi. Xo'p, buni ishga tushirib ko'ramiz. Ishga tushirsam, ismingiz nima degan so'rov chiqyapti va e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa pastda process finished yozuvi chiqmadi hali. Sababi bizda hali jarayon tugagani yo'q. Jarayon qachon tugaydi? Qachonki biz ismimizni kiritsak va enter tugmachasini bossak, keyin jarayon tugaydi. Xo'p, ismimizni kiritishimiz kerak. Ism Alisher. Enter tugmachasini bosaman. Mana. Birinchi input funksiyamiz ishladi va kiritilgan ism Alisher ismi biz bergan yuqorida bergan ism o'zgaruvchisiga o'zlashtirildi va keyingi qatorda 3-qatordagi print funksiyasi ismni chiqarishni so'rayapmiz. Bu ism Alisherga o'zlashtirilgandan keyin mana Alisher so'zi bizda chiqib kelyapti. Demak, birinchi qator va 3-qator ishlayapti va jarayon mana endi jarayon tugadi. Demak, input funksiyasi bu kiritish funksiyasi ekan. Mana bizga kerak bo'ladi shu. Hop, o'zgaruvchi, chiqarish va kiritish funksiyalari bilan tanishdik. Hop, endi qolgan narsalarni yo'l-yo'lakay kodimizni yozish jarayonida bir ko'rib o'tkazsak bo'ladi. Demak, biz natijani konsol oynasida ko'ramiz. Konsol oynasida qiziqarliroq, ya'ni zerikarli bo'lib qolmasligi uchun biz shu tosh, qaychi, qog'oz elementlarini ko'rinishini ASCII ko'rinish sifatida o'zgaruvchiga saqlab olsak, ya'ni nima desa bo'ladi? Konsolda rasmga o'xshab chiqib turadi, qiziqarliroq bo'ladi. Shuning uchun Google platformasiga o'tamiz. Bu yerga qidiramiz. Rock, paper, scissors, ASCII art deb qidirsak, ya'ni inglizchasi. Bizdan GitHub sahifasiga yo'nalish ko'rsatadi. Kiramiz. Shu yerda ko'rishimiz mumkin mana. Tosh, qog'oz va qaychini qo'l ko'rinishi ASCII ko'rinishda ifodalangan. Xuddi shularni biz olamizda o'zimizni o'zgaruvchilarimizga berib qo'yamiz. Xo'p. Tosh teng bunga. Qog'oz teng ikkinchisiga. Qog'ozni olamiz, nusxasini olamiz va qo'yamiz. Va tosh, qog'oz, bizda qaychi. Qaychini olamiz. Nusxa olamiz va qo'yamiz. Demak, bizda 3 ta o'zgaruvchi yaratib oldik. Tosh, qog'oz, qaychi. Xo'p. Bundan chiqishimiz mumkin bo'ladi. Endi bizda Python dasturlash tilida listlar degan tushuncha bor. Listlar bu nima? Xo'p. Listni ko'rishdan oldin bitta print funksiyasi orqali biz o'zimiz bergan o'zgaruvchilardan birortasini ko'rib ko'raylik. Toshni konsolga chiqar desak, demak, tosh mana shu ko'rinishda chiqib kelyapti. Demak, qiziqarliroq, oddiy yozuvdan ko'ra tushunarliroq, ya'ni foydalanuvchiga qiziqarliroq bo'lishi uchun shu ko'rinishdan foydalanamiz. Xo'p, endi Python dasturlash tilida listlar degan tushuncha bor. Listlar har qanday sohada listlar degan tushuncha bor. Ro'yxat desak ham bo'ladi. Misol uchun bozorlik ro'yxati, xodimlar ro'yxati, o'quvchilar ro'yxati va hokazo va hokazo. Biz ham xuddi shu uchalasini bitta ro'yxat sifatida shakllantirib olishimiz kerak. Agar ro'yxat haqida kimdadir tushuncha bo'lmasa, qisqacha tushuntirib o'taman. Xo'p, ro'yxatlar nima? Xo'p, misol uchun bizda mevalar ro'yxati bo'lishi mumkin. Mevalar nom beramiz. Ro'yxatlar to'rtburchak qavsning ichida yoziladi. To'rtburchak qavsning ichida, xo'p, misol uchun mevalar ro'yxati, uzum va har bir element ichidagi element ro'yxat elementi vergul bilan ajratilib yoziladi.
anor. Hop. Olma. Misol uchun. Endi biz print orqali mevalar ro'yxatini ko'rmoqchi bo'lsak, print orqali chiqarishimiz mumkin. Hop, mevalar mana bizda uzum, anor, olma mevalar chiqib kelyapti. Hop. Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa, aynan shu mevalarning ichidan faqatgina bitta elementni tanlab olishimiz uchun qani chiqaramiz? Mana misol uchun bizga faqat uzumni chiqarishimiz kerak. Uzumni chiqarish uchun mevalar turlicha qavs ochiladi. Har bitta elementni, ro'yxatning ichidagi elementni o'zini indeksi bor. Ya'ni joylashgan o'rnini raqami bor, tartib raqami. Hop, jurnalda mana ismlarni ro'yxat ketadi. Birinchi, palonchi, pistonchi, ikkinchi bu. Xuddi shu tarzda, lekin dasturlashda doim ro'yxatlar 0-indeksdan boshlanadi. Ya'ni uzum 0-indeksda, anor 1-indeksda, olma 2-indeksda. Ya'ni 0, 1, 2 joylashgan o'rni. Mevalarni 0-elementini chiqarib ber desak, mevalar turlicha qavs ichida 0. Ya'ni 0-elementini chiqarib ber degan bo'ladi. Ichga tushirib ko'ramiz. Bizda mana uzumni chiqarib beryapti. Xo'p. Demak, ro'yxatlar bilan tanishib oldik. Ro'yxatlar kerak bo'ladi bizga dasturlashimiz, o'yinimizni yaratish davomida va bizga yana kerak bo'ladi. Bizda random funksiyasi kerak bo'ladi. Random funksiyasining vazifasi ixtiyoriy, ya'ni qaysidir oraliqdagi sonlardan ixtiyoriy birini tanlab berish. Xo'p, buni nima uchun kerak? Kompyuter o'ziga tanlov qilayotganda har safar ixtiyoriy ravishda tanlash kerak. Xo'p, random funksiyasi bu Python dasturlash tilida tayyor modul sifatida avvaldan yozib qo'yilgan. Modullar bu, shuni tushunishimiz kerakki, modullar avvaldan yozib qo'yilgan qo'shimcha funksiyalar deb tushunsak ham bo'ladi va modullarda eng yuqorida import, ya'ni import orqali o'zimizga chaqirib olishimiz kerak. Random. Ya'ni random modulini import qilib olyapmiz. Ya'ni shu main payimiz ichida random funksiyasini ishlatishimiz uchun buni import qilib chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. Tushunarliroq bo'lishi uchun, hop, bizda proyektimizda hozir main pay bor va dastur pay bor. Shu dastur payda qo'shimcha ravishda yaratgandim. Dastur payda ichiga kirsak, mana ism degan o'zgaruvchi bor. Shu ism o'zgaruvchisiga Nikola degan ism berilgan. Endi xuddi shu Nikola ismini biz main payda ishlatmoqchi bo'lsak, buni import qilib dasturdan chaqirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni import dastur deymizda, buni chiqarish uchun, dasturning ichidagi ismni chiqarish uchun print, ya'ni chiqarib bergin shu dasturning ichidagi ismni. Dasturning ichiga o'tsak ism bor. Main payda ishlatmoqchi bo'lsak buni import qilib olamiz va dasturning ichidagi ismni chiqarib beramiz. Ishga tushiramiz. Ko'rsak Nikola ismi chiqib kelyapti. Demak, mana avvaldan yozib qo'yilgan tayyor o'zgaruvchilar yoki funksiyalar, shularni ishlatmoqchi bo'lsak, import orqali uni chaqirib olishimiz kerak. Random funksiyasi ham tayyor oldindan yozib qo'yilgan va biz shuni chaqirib ishlatishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, random funksiyasini chaqirib olamiz. Chaqirib olgandan keyin buni ishlatib ko'ramiz. Misol uchun bizga 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni ixtiyoriy bittasini chiqarib ber. Har safar har xil son chiqsin. Hop, print chiqarib ber. Print funksiyasi ko'p ishlaydi. Random nuqta randomning ichidagi bizda rand int, ya'ni integer so'zidan olingan bo'lib, butun sonlar nechidan necha oraliqda bo'lishi kerak? 1 dan virgul 10 oraliqgacha bo'lgan sonlarning ichidan, butun sonlarning ichidan ixtiyoriy bittasini chiqarib ber. Ishga tushirib ko'ramiz. 5 chiqyapti. Boshqa ishga tushirib ko'ramiz. 4. Har safar ishga tushirganimizda bizda mana har xil son chiqadi. Demak, bizda shu random funksiyasidan foydalanamiz. Xo'p, demak biz o'zimizga kerakli bo'lgan tushunchalarni bilib oldik. Kerakli bo'lgan qo'shimcha elementlarni bilib oldik. Demak,
kod yozishni boshlasak bo'ladi. Demak, random chaqirib olamiz. Xo'p, bizda mana shu uchalasi o'zgaruvchimizni bitta listaga olib olamiz. Xo'p, element, misol uchun element deb nom beraman-da. Teng to'rtburchak qog'oz ochibman. Xo'p, tosh, qog'oz, qaychi. Shuni ichiga yozib qo'yamiz. Qog'oz va qaychi. Xo'p, mana biz elementimiz, listimizni shakllantirib oldik. Xo'p, endi keyingi jarayon foydalanuvchi o'zini tanlovini kiritishi kerak bo'ladi. Xo'p, ya'ni bizda odam mavjud va kompyuter mavjud. Shu ikkalasi tanlov qilish kerak va ikkalasini tanlovi solishtirilib bizga yakuniy natija konsollarimizni chiqarish kerak. Xo'p, demak, biz so'rashimiz kerak odamdan input. Xo'p, mana shu yerda odam agar toshni tanlamoqchi bo'lsa 0 ni, qog'ozni tanlamoqchi bo'lsa 1 ni, qaychini tanlamoqchi bo'lsa 2 sonini kiritsin deb so'raymiz. Xo'p, demak, toshni tanlash uchun 0 ni, qog'oz uchun 1 ni va qaychi uchun 2 ni tanlang deb so'raymiz. So'ragandan keyin endi buni bitta o'zgaruvchiga olib olamiz. Xo'p, misol uchun odam tanlovi degan o'zgaruvchiga aytamanda, ya'ni bu inson tanlovi. Inson deylik. Inson tanlovi. Ya'ni 3 ta sondan birini tanlaydi. 0, 1 yoki 2. Endi bitta bilishimiz kerak bo'lgan narsa, inputda kiritilgan ixtiyoriy narsalar bu string tipida qabul qilinadi. String tipi bu matnli tip. Xo'p, ya'ni biz son kiritsak ham uni Python dasturlashtiruvchi uni matn deb o'ylaydi, chunki inputda kiritilyapti. Shuning uchun buni qanday bilib olsak bo'ladi? Bizda print tipini bilish uchun type degan funksiyamiz bor. Type inson tanlovi. Inson tanlovini tipini bilmoqchi bo'lsak, shu orqali kiritamiz. Demak, ishga tushiraman. Xo'p, so'rayapti. Tosh tanlash uchun 0 ni, qog'oz uchun 1 ni va qaychi uchun 2 ni tanlang deyapti. Xo'p, 1 ni tanladi. Tipini ko'rsak, bizda str mana. Bu string tipligini bildiradi. Endi biz songa aylantirib olishimiz kerak. Ya'ni keyinchalik dasturimizda xatoliklardan oldin uchun buni songa aylantirib olamiz. Songa aylantirish uchun buni int yozamiz boshiga va shu intni ichida so'raymiz. So'raydi, tanlagan narsasini buni intga aylantirib beradi. Endi buni tipini ko'rsak, boshqatdan ishga tushiramiz. Xo'p, 1 deb bosamiz. Mana. Demak, tipimiz almashdi. Int tipiga almashdi. Xo'p, demak, keyingi jarayonga o'tamiz. Inson tanlovi. Endi inson tanlovi qaysini tanlagan bo'lsa, shuni print orqali konsolga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi bizda inson tanlash mumkin faqat 3 ta qiymatdan birini. 0, 1 yoki 2. Undan qolgan qiymatlar xato bo'lishi kerak. Ya'ni inson omili bo'lgandan keyin bundan boshqa, misol uchun 3 kiritish mumkin, boshqa so'z kiritish mumkin yoki minus sonlarni ham kiritish mumkin. Shuni oldini olish uchun biz tekshirib olamiz. Tekshirish uchun if dan foydalanamiz. If agar inson tanlovi katta yoki teng bo'lsa 0. Ya'ni eng minimumi 0 va int inson tanlovi kichik yoki teng bo'lsa 2 dan eng maksimum. 2 nuqta qo'yiladi va pastdan Python dasturlashtiruvchida if, cycle operatorlari va shunga o'xshaganlar uchun masofa muhim hisoblanadi. Shunga e'tibor beringlar. Masofa muhim. Ya'ni qolgan dasturlashtiruvchilarda, misol uchun JavaScriptda blok orqali, qavslar orqali bajarilsa, bunda mana bo'sh joylar orqali ifni ichidaligi bildiriladi. Xo'p. Agar inson tanlovi 0 dan katta va 2 dan kichik bo'lsa, demak biz chiqarishimiz kerak bo'ladi print
Hop. Sizning tanlovingiz deymizda, keyin bitta print elementni inson tanlovi. Ya'ni inson tanlovi bizda indeks sifatida kelyapti. Elementni 0 tanlagan bo'lsa 0-inchisi. Agar 1 tanlagan bo'lsa elementni 1-inchisi. Hop. Ishlatib ko'ramiz. 2 ni bosamiz. Demak, sizning tanlovingiz mana qaychi chiqib kelyapti. Boshqatdan ishlatamiz. 2 dan tashqari 3 kiritsak, hech narsa chiqmaydi. Hop, demak, o'rnimiz ishlayapti. Hop, inson tanlovini kiritib oldik. Endi kompyuter tanlovini ham kiritib olishimiz kerak. Kompyuter har safar o'zi ixtiyoriy ravishda tanlash kerak bo'ladi. Demak, kompyuter tanlovi. Kompyuter tanlovi, demak, random funksiyasidan foydalanadi shu yerda. Rand int bu 0 dan 2 gacha bo'lgan qiymatda har safar 0 dan 2 gacha bo'lgan qiymatning ichidan birini tanlab olsin. Ya'ni bizda 0-indeksdan 2-indeksgacha. Shuning ichidan tanlab olish kerak. Hop. Tanlab olgandan keyin biz printga kompyuter tanlovi bizda print elementni kompyuter tanlovi deymiz. Kodimizni boshqa ishga tushiramiz. Bizdan so'raydi. Tanlang. Biz 0 ni tanladik. Bosamiz. Demak, bizda chiqadi. Sizning tanlovingiz bu tosh, kompyuter tanlovi, demak, qaychi. Hop, ekranga chiqayapti konsolimizga. Endi natijalarni tekshirib, kim g'olib, kim mag'lubligini chiqarib berishimiz kerak bo'ladi. Hop. Endi natijani tekshirishdan oldin biz bitta shart yozib qo'yishimiz kerak. Agar inson tanlovi katta yoki teng bo'lsa 3 dan yoki inson tanlovi kichik bo'lsa 0 dan, ya'ni 0, 1, 2 dan tashqari boshqa qiymatlar kiritsa, biz unga ogohlantirib berishimiz kerak. Print siz noto'g'ri tanlov qildingiz va yutqazdingiz. Buni yozib chiqaramiz. Xo'p. Ya'ni 3 dan boshqa yoki 0 dan kichkina qiymatlar kiritib qo'ysa, ya'ni bu yutqazdingiz degan narsani chiqarib beradi. Xo'p. Endi keyingi jarayon biz qilishimiz kerak bo'lgan tekshiramiz. Agar hop, bitta shart tekshirdik ifda. Endi keyingi shartlarni ham tekshirish uchun endi elif degan kalit so'zdan foydalansak bo'ladi. Agar inson tanlovi teng bo'lsa 0 ga, ya'ni 0-element bu toshni tanlasa va kompyuter tanlovi teng bo'lsa 2 ga. Inson toshni tanlayapti, kompyuter qaychini tanlayapti. Shu jarayonda tosh g'olib, chunki tosh qaychini yutadi. Biz print siz g'olibsiz degan so'zni chiqaramiz. G'olibsiz. Endi xuddi shuni aksi bo'lsa, elif agar inson endi kompyuter tanlovi teng bo'lsa 0 ga, endi kompyuter toshni tanlasa va inson qaychini tanlasa, printga siz yutqazdingiz degan so'zni chiqaramiz. Yoki kompyuter yutdi. Kompyuter g'olib desak ham bo'ladi. Siz g'olibsiz,
yoki kompyuter g'olib. Kompyuter g'olib. Xo'p. Endi agar endi qarasak. Xo'p. Tosh 0-indeksda, qog'oz 1, qaychi 2. Biz 1 bilan 0 bilan 2 ni solishtirdik. Endi biz har bittasini solishtirishimiz kerak. Agar qog'oz chiqsa-yu tosh chiqsa, qog'oz g'olib. Qog'oz chiqsa-yu qaychi chiqsa, qaychi g'olib. E'tibor bersak, har bitta indeks bitta oldingi indeksdan mag'lub bo'lyapti. Ya'ni tosh qog'ozdan mag'lub bo'lyapti, qog'oz qaychidan mag'lub bo'lyapti. Endi xuddi shu yerda agar inson tanlovi katta bo'lsa, ya'ni indeks kattasi g'olib bo'lyapti. Kompyuter tanlovidan print siz g'olibsiz deyish kerak. Siz g'olibsiz. Elif agar kompyuter tanlovi inson tanlovidan katta bo'lsa, print kompyuter g'olib. Kompyuter g'olib degan yozuv chiqaramiz. Xo'p. Yana elif agar inson tanlovi va kompyuter tanlovi teng bo'lib qolsa, print hop durang degan yozuv chiqaramiz. Durang. Endi biz kodimizni ishga tushirib ko'ramiz. Dasturimiz tayyor. Demak, kodimizni ishga tushiramiz. Buni teparoqqa chiqaramiz. Hop, so'raymiz. Toshni tanlash uchun 0, qog'oz uchun 1 va qaychi uchun 2 ni tanlang. Demak, biz 1 ni tanladik, bosdik. Ko'rsak, sizning tanlovingiz, demak, bizniki qog'oz, 1 qog'oz, kompyuterdagi tosh. Demak, qog'oz toshni yengadi, siz g'olibsiz degan yozuv chiqyapti. Boshqatdan boshlaymiz. 0 ni tanlab beramiz. Demak, biz toshni tanladik, kompyuter qaychini tanladi va yana biz g'olib bo'lyapmiz. Ishlayapti kodimiz. Boshqatdan ishga tushiramiz. 0 ni tanlaymiz. O'tish jarayoni takrorlanyapti. 0 ni tanlaymiz. Kompyuter faqat qaychini tanlayapti. Siz g'olibsiz. 2 ni tanlaylikchi. 2 ni tanlasak, biz qaychi, kompyuter qog'oz. Doim kompyuter yutyapmizmi? 1. Durang. Nihoyat durang. Biz qog'oz tanladik, kompyuter ham qog'oz tanladi. Durang. Kompyuter qachon g'olib bo'lar ekan? 1. Mana endi kompyuter g'olib. Sizning tanlovingiz qog'oz, kompyuter tanlovi qaychi. Qaychi qog'ozni yutadi. Kompyuter g'olib. Xo'p, do'stlar, mana dasturimiz tayyor. Barchaga rahmat. Agar savollar bo'lsa, izohlarda yozishingiz mumkin. Yana qanday, ya'ni qaysi mavzularda sizlarga video dars kerak bo'lsa, so'rasalaring, shu bo'yicha chiqarishimiz ham mumkin. Barchaga rahmat, sog' bo'linglar.